15 yoshda IELTSdan 7,5. Calvin School'da yana bitta yuqori natija. Nozimaxon talabamizdan mana 7,5 natija. 8,5 writing va speakingda 6,5. Juda ham zo'r natija bu yoshingizga nisbatan. Hop, Nozima, biz standart 4 oylik kursimizni bitirdingiz, a? Ha. Nimaga aynan Calvin School tanladingiz? Menda boshida yaxshi IELTS instruktor topishda qiyinchiliklar bo'lganda va mana maktabdagi o'qituvchimiz sizga kelib shu yerda ta'lim olishni tavsiya berdilar. Men bu yerga kelib birinchi vaysida qatnashib ko'rdim va sizni bilimingiz ingliz tilida to'liq ravon gapirishingizdan hayratga tushib shu yerda o'qishga qaror qildim. Endi kelajakda rejalaringiz qanaqa? Bu balda endi 9 qilish niyatingiz bormi? Ha, albatta, men bu natijamdan shu natijaga erishganimdan minnatdorman, lekin bundan to'liq o'zim qoniqmadim. Aslida necha kutgandingiz? 8 qo'l olishini kutgandim, lekin bunaqa bo'lmadi. To'g'risi, o'zimiz ham sizdan 8 kutgandik. Lekin 7,5 ham bu yoshingizda yomon emas aslida. Hop, endi qachon buni 9 ga aylantiramiz? Xudo xohlasa 11 sinfda yana Calvin School'ga kelib, shuni 9 qo'lga yetkazamiz. 9 olishingizga biz to'liq qonli ishonamiz va hamma yordam beramiz inshaalloh. Tabriklar.